Qaranglar. Eng kichkinasini qidiraman. Mana bu yerda 1 bor, to'g'rimi? Eng kichkinasi 1 mi, 2 taqsim 3 mi, 1 taqsim 3 mi? Bu eng kattasi emasmi? Kattaroq emasmi birdan? Demak 1 taqsim 3. Qarang, qiynalyapsizlar, bunday qilasizlar. 2 taqsim 3 bor, 1 taqsim 3 bor, to'g'rimi? 3 kere 3 ga 2 ni ko'paytiraman. 2 kere 3 6. 3 kere 1 necha bo'ladi? 3. To'g'rimi? Qaysi bir katta? 6 mi? Bu yoqda ham bu kattaroq ekanda. 3 ga 2 ni ko'paytirdim, 6 chiqdi. 3 ga 1 ni ko'paytirdim, 3 chiqdi. Bu kattaroqmi? Tushunarli, xolos. Bu kichkina ekan. Eng kichkinasi qaysi bo'lyapti shunda? Yozamiz. A ni 1 taqsim 3-sini x deb bo'ladimi? Ikkala tomon nima qilamiz? Kubga oshiramiz. Ketadimi bular? A teng bo'ladi x ni nechinchisiga? 3-siga. Tushunyapsiz? Sal tezroq ishlayman. B ni 1 taqsim 3-sini y deyman. Ikkala tomonni ham kubga oshiraman. Qisqaradimi? Boshladik. A ni ko'rgan joyimizga x kubi, B ni ko'rgan joyimizga y kubi boshladik. Qo'yib ketaveramiz. A ni o'rniga x kubi qovusda necha turibdi? 2 taqsim plus y kubi 2 taqsim 3. Tushunyapsizlar? A minus B degani x kubi minus 1 ga tegmayman. A ni 1 taqsim 3-sini o'rniga yana. Xo'p, A ni o'rniga x kubi keladi. Tepada 1 taqsim. Azizbek, tushunyapsizlarmi? Mana shu turgan joyda qisqartirmasa bo'lmaydi. Endi. Qani? Mana buni? Qarang. Mana bu yerda 1 bor, 2 bor, 1 to'g'rimi? Biz eng kichkinasini topamiz dedikmi? Qaysi bir eng kichkina? 1 tushunarli? Xo'p, mana bu nima qiladi? Qisqaradimi? X kvadrati plus y taqsim x kubi minus y nimasi? Bular nima qiladi? Bu ham ketadimi? Oddiy soddalashtirish bo'lib qoldimi? Xo'p, tepasiga tegmay turaman. Mana bunday yozing. X kvadrat plus y nimasi? Kvadrat. Mana bu formula bor-ku, mana bunga tushadimi? A ni kubi minus B ni kubi. Ko'chirasam bo'ladimi olib kelib? Просто harf o'zgaradi. Sen tushunyapsizmi? Minus 1 taqsim nima bo'ladi? X minus. Umumiy mahraj topamiz. Общий знаменатель. Ikkalasida ham x minus y bormi? Demak, buni tepasiga nima keladi? Mana bu qovusmi? Buni tushundingizmi? Bir turmasa bo'lmaydimi? Azizbek, Muhammad. Nima? Buni bunga beraveramiz. X kvadrat plus xy plus y nimasi? Kvadrat. 1 bo'lgani uchun berdik, to'g'rimi? Yo'q. Mahraj beramiz. Mahraj. Buni endi o'tamiz. Endi kelyapsiz. Hozir formulani o'tdingiz, ozgina qoldi. Xo'p, yozamiz. X nimasi? Kvadrati plus y kvadrati minus x kvadrat plus xy plus y nimasi? Kvadratimi? Pastda nima bo'ldi bu mahraj? Mana bu narsami? Tushundinglar? Xo'p, minus bilan ochib beraman qovusni. O'zgaradimi har bittasi? Minus x kvadrat minus xy minus y nimasi? Pastda xolos shu ikkita qovus turibdi. Tushundinglar? Shu ikkalasi turibdi, tegmadi. Bular nima qiladi? Qisqaradimi? Bu ham qisqaradimi? Tepasida nima qoldi? Xo'p, mana bu pastini-chi yig'adigan bo'lsam, yana x kub minus y kubi beradimi? Azizbek. Mana o'zi formula yoyilib turibdi, mana. To'g'rimi? Bu qatdan yoyildi. Mana bu narsani yoydikmi? Demak, buni yana yig'adigan bo'lsam, yana o'ziga kelib qoladimi? Ya'ni x kub minus y nimasi? Xo'p, bo'ldi. Tugadi misol. Endi olib kelib qo'yib qo'ysa bo'ldi. X deb nimani oladi biz? X deb. A ni 1 taqsim. Azizbek, tushundingizmi? Y deb B ni 1 taqsim x kubi nimaga teng bo'lib turibdi? A gami? Olib kelib o'rniga qo'ysam bo'ladimi? Buni o'rniga nimani yozaman? A minus B. Kub yozmaydi. X kub chiqarib beramiz. Qarang. Bo'ldi. Mana A ni o'rnini turibdi. X kubi. Olib borib yozib oldim.
A, B ni o'rnida Y ga kubi. Xabar bosib. Bu men uchun